Hamida Otavaliyeva boshlang'ich sinf o'qituvchisi sifatida faoliyat yuritadi. 1992-yilda shu maktabga boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib qabul qilinganman. Mana hozirgi kungacha boshlang'ich sinf o'qituvchisi bo'lib faoliyatimni davom ettirmoqdaman. Ushbu sohaga kirishda o'zi ta'lim olgan ustozlari muhim o'rin tutgan. O'qituvchi bo'lishimga asosiy sabab boshlang'ich sinf ustozimiz Mehmon Mamatxon domla juda ham qattiq hurmat qilardik domlani. O'qituvchilar shunaqa hurmatga ega ekan deb o'zim fikrlaganman. Bolalarcha shu kasbga yana ham qiziqishim oshdi. U o'quvchilarning ota-onalari bilan hamkorlikda ta'lim-tarbiya jarayonini nazorat qilib boradi. Ota-onalar bilan muloqot qilish juda yaxshi samara beradi bizga. Ota-onalar bilan ishlash davomida bolaning bo'sh vaqtini bo'sh qo'ymasliklarini ota-onalardan so'raymiz. Muloqot davrida uyda nima bilan shug'ullangani, berilgan vazifalarni vaqtida bajarilishini, oilaviy sharoitlarini doim o'rganib boramiz. Har bir o'quvchimni oilaviy sharoitini juda ham yaxshi bilaman. Bir necha marta uylariga borib, darsxonalarini kirib ko'rganman. Ayniqsa u o'quvchilarga kitob mutolaasi bilan bir qatorda bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlardan to'g'ri va samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar berib keladi. O'quvchilarning badiiy kitob o'qishi dunyoqarashini kengaytiradi. Prezidentimiz tomonidan kitobxonlik musobaqalari tashkil qilingan. Hattoki eng birinchi o'rinni olganga mashina ham sovg'a qilinmoqda. 4-sinf o'quvchilarim kutubxonaga a'zo. Maktabimiz kutubxonasida ham juda ko'p kitoblar, badiiy kitoblar bor. Kitobxonlik musobaqalari o'tkazib turamiz biz ham. Yaqindagina mana mart oyida Xudoberdi To'xtaboyevni Sariq devni minib kitobi asosida katta musobaqa o'tkazdik. Sinfimiz o'quvchilari juda qattiq qiziqish bilan kirishdi. Kitob o'qigan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Kitob insonni yo'lini yorituvchi mayoq. Ijtimoiy tarmoqda foydali narsalar ham juda ko'p. Lekin o'sha ijtimoiy tarmoqdan foydalanib turibdi deb bolani beparvo qoldirmaslik kerak. Zararli tomonlari ham ko'p bo'lyapti. Uning mehnati shogirdlarning erishayotgan natijalarda yaqqol namoyon bo'lmoqda. Ish faoliyatimni boshlaganimga 36 yil bo'libdi. Shu paytgacha o'qitgan o'quvchilarim katta nufuzli ishlarda ishlashmoqda, nufuzli kasblarni egallashdi, chiroyli hayot kechirishmoqda. Meni eng katta yutug'im shu deb o'ylayman. Shu mehnat natijasida yoshlar bilimli, izlanishga intiluvchi va barkamol shaxslar sifatida shakllanmoqda.